Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, iqtisodiyot fakulteti iqtisodiyot yo'nalishi talabalari Adiblar xiyoboniga tashrif buyurdik. Tashrifimizdan maqsad 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bu yerdagi mashhur adiblarimizni ziyorat qilish maqsadida keldik. Bugun sizlar bilan Muhammad Yusuf, bizni buyuk shoirimiz Muhammad Yusufning Xalq bo'l ilm kitobidan she'rlarni o'qib bermoqchiman. Jumladan Vatan madhi she'ri. Biz bilamizki, Muhammad Yusuf vatanga juda ham sodiq bo'lgan. Ya'ni har bir she'rida vatanga bo'lgan muhabbatni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi she'ri ham Vatan madhi she'ri. Xo'sh, boshladim bunda. Kimga dasht boshpana, kimgadir gulzor. Har kimning sog'ingan sajdagohi bor. Har hovuch tuprog'i ko'zga tutiyo. Biz uchun qadrdon shu aziz diyor. O'ping, ko'zingizga suring tuprog'in. Qarz o'zin muqaddas duodek seving. Qadang yuraklarga millat bayrog'in. Vatanni Najmiddin Kubrodek seving. Ko'nglimning gavhari shu aziz maskan. Fidodir hamisha unga jonutan. Otalar himmatin yodi mash'ali, onalar oq suti hurmati vatan. O'ping, ko'zingizga suring tuprog'in. Har so'zin muqaddas duodek seving. Qadang yuraklarga millat bayrog'in. Vatanni Najmiddin Kubrodek seving. Muhammad Yusufni keyingi she'rlari, ya'ni Amir Temur haqida shunday she'r yozganlar. Hozir o'qib eshittiraman. Ya'ni Samarqandda qoldi Bibixon, yo'llar qarab toldi Bibixon. O'zbek seni o'zbek qilguncha 40 yil otdan tushmadi sulton. Shoh deyilsa og'iz bo'shalar, kanizaklar qo'sha-qo'shalar. Vatan poyin quchdi kechalar, yor belidan quchmadi sulton. Maqtov manzil malomatlarga, shohni riyo yetaklar jarga, qayrilmadi xushomatlarga, yolg'onlarga uchmadi sulton. Garchi imo qilsa qilmayin, 30 o'lka jilovda tayin, bir qultum ham manmanlik mayin, tatimadi, ichmadi sulton. Samarqandda qoldi Bibixon, yo'llar qarab toldi Bibixon. O'zbek seni o'zbek qilguncha qancha daryo kechmadi sulton. Yana bir vatan haqidagi Muhammad Yusufning bir mashhur she'ri, ya'ni bizdan ozod vatan qoladi she'rini hozir sizlarga o'qib eshittirib bermoqchiman. O'tar necha bahorlar gulgun, necha umr ko'zlari kechib, zamin uzra saf tortib bir kun biz ketarmiz qushlarday quchib. Bir bebaho madan qoladi, bizdan ozod vatan qoladi. Bizning manzil oq oydin sahar, oftob sari yo'limiz ravon, millat uchun kerak bo'lsa gar, ming bir fido bo'lmasa bu jon. Jon chekmasang qaydan qoladi, bizdan ozod vatan qoladi. Odam bilan ulg'ayar makon, dunyolarga doston bo'ladi, erkli elning go'dagi sulton, sultoni mard o'g'lon bo'ladi. Davridun hammadan qoladi, bizdan ozod vatan qoladi. Bug'doy sepsang bug'doying qiyg'os, arpa eksang arpasin olar, avlodlarga bizlardan meros, o'zbekona oriyat qolar. Erkimiz gulbadan qoladi, bizdan ozod vatan qoladi. Mana siz ko'rib turganingizdek Muhammad Yusufning Xalq bo'l ilm she'ri hozircha sizlarga aytmoqchi bo'lgan she'rlarimiz shulardan iborat edi. Xayr salomat bo'ling, Adiblar xiyoboniga tashrif buyurib turing.